Assalomu alaykum. Passiv daromadga erishish kursiga xush kelibsiz. Demak, bu darsda siz nimaga ega bo'lasiz? Avvalambor passiv, aktiv, passiv daromad, aktiv daromad bir-biridan farqini bilib olasiz. Investitsiya qilish yo'llarini bilib olasiz. Asosiy 4 ta yo'llari bor. Shular to'g'risida batafsil bilib olasiz. Ichida aksiyalarga va ETF fondlarga investitsiya qilish afzalliklarini bilib olasiz. Va xudo xolasa bu kursdan keyin siz investor degan tushunchani va moliyaviy erkinlikka erishish yo'lini bilib olasiz. Qani ketdik. Demak, avvalambor shundan boshlaymiz-ki, sizga savol beraman. Bu savolga siz o'zingiz javob berasiz. Iloji bo'lsa yozib oling. Har doim aytaman, kurslarimda daftar va ruchka bo'lishi shart. Barcha bilimlarni biz yozib borishimiz kerak. Sababi miyamiz bizga eslab qolamiz deydi, ammo eslab qolmaydi. Bu isbotlangan narsa. Shuning uchun yozganingiz sizga yaxshi konspekt, bu sizga faqat foydali bo'ladi. Agar undan siz keyin qaytarsangiz, konspekt yozganingizdan keyin iloji bo'lsa bir kun o'zi 24 soat ichida bir marta qaytarib olishingiz kerak va esingizda qoladi. Birinchi savolim sizga: siz hozirgi kunga kelib moliyaviy rejangiz bormi? Faqat to'g'risini ayting. Moliyaviy reja 2024-yilga tuzganmisiz? Ikkinchi savol: hozirgi kunga kelib siz qancha mablag' to'pladingiz? Ya'ni to'plangan mablag', kelinglar sразу investor tilida gaplashaylik. To'plangan mablag' bu kapital deyiladi. Kapitalingiz qancha? Agar 0 bo'lsa 0 deb yozing. Agar $1000 yaqin bo'lsangiz $1000 deb yozing. Faqat aynan mablag', kapital bo'lishi kerak. Uyim bor, mashinam bor emas. Aynan pul bo'lishi kerak. Uchinchi savol: agar sizda ishlayotgan bo'lsangiz, bugun sizni ishdan bo'shatdi. Bo'ldi, bugundan boshlab ish yo'q, oylik yo'q. Yoki biznes qilayotgan bo'lsangiz, sizning daromadingiz bugundan to'xtadi. Ertaga sizga daromad kirib kelmaydi 100%. Hozirgi yig'ib qo'ygan pullaringizga siz qancha yashay olasiz? Agarda pulingiz yig'ilmagan bo'lsa, demak 0 deb yozasiz. Demak, bir kun ham yashay olmaysiz. Qarzga olishlarni unutamiz. Faqat o'zingizning mablag'ingizga ishonamiz. Kimdir yordam beradi, otam, onam yordam beradi degan yo'q. Pulim bor, shuncha yashay olaman, pulim yo'q, yashay olmayman. Endi puli borlarni ko'rib chiqamiz, qancha yashash mumkin. Bu oddiy qilib aytiladi. Misol uchun sizda $1000 bor, yig'ilgan. Va taxminan bilasiz, bir oyda sizga kommunal xizmatlarga, yeb ichishlarga, ya'ni oila ro'zg'orlariga, telefon to'lash, hamma narsaga, arenda kvartira bo'lsa, agar arenda yashasanglar, $500 ketadi deylik. Demak, siz $1000 ga 2 oy yashay olasiz. Xuddi shunaqa sanash kerak. Minimalniy прожиточный minimum deydi, ya'ni bir oyda sizga minimum qancha pul kerakligi hisoblanadi va uni bor kapitalingizga bo'linadi. Agar sizda 2000 bo'lsa va 500 kelsa, demak 4 oy yashay olasiz. Xuddi shunaqa qilib baholang. Demak, 3 ta savolga javob yozgan bo'lishingiz kerak. Rejangiz bormi? Qancha yig'ilgan pulingiz bor va agar sizni ishdan bo'shatsa, qancha yashay olasiz? Agar sizda hammasida 0 bo'lsa, отрицательный ответ, ya'ni sizni qoniqtirmaydigan javob bo'lsa, unda siz o'zingiz uchun bilib olishingiz kerak, qaysi yo'lda ketayotganingizga. To'g'ri yo'ldamisiz yoki noto'g'ri yo'ldamisiz? Men har doim aytaman, to'g'ri yo'l, noto'g'ri yo'l degani bu sizning pulingiz sizga pul olib kelish harakatidami yoki sizning pulingiz sizdan ketish harakatidami? Demak, ketdik. O'zingiz uchun xulosa qilib chiqardingiz degan umiddaman va boshlashdan oldin sizga bir xabarni aytib o'tmoqchiman. Agarda sizga qoniqarsiz bo'lsa javoblaringiz, sizni tabriklayman. Siz mening darsimni ko'rib turib, juda ham to'g'ri qaror qabul qildingiz va bu darsdan keyin xudo xolasa siz to'g'ri yo'lga tushib olasiz. Keyingi gal sizga shunaqa savol berganimda siz уже ha, javobim bor, finansiy plan, ya'ni moliyaviy rejam aniq bor, ha, yig'ilgan pulim bor va meni ishdan bo'shatsa, men kamida 6 oy yashay olaman deysiz, inshaalloh. Demak, ketdik. Birinchi darsda men sizga aktiv, passiv va
aktiv daromad, passiv daromad farqini aytib beraman. Juda ko'plar adashadi, shuning uchun diqqat bo'lib eshiting, iloji bo'lsa har doim aytaman, yozib oling. Aktivlar, passivlar. Agar ikkiga bo'ladigan bo'lsak, aktivlar bu bizga daromad olib keladigan narsa, passivlar bu bizdan daromad olib ketadigan, ya'ni biz pulni ishlatadigan narsalar. Misol uchun, uy bor, недвижимость, ko'chmas mulk. Agar uni siz arendaga bersangiz, u sizga aktiv bo'ladi, ya'ni siz arendadan sizga daromad kelyapti. Agar shu uyda siz yashasangiz, bu passiv kolonkaga kirib qoladi, ya'ni passiv tomonga kirib qoladi. Bu degani siz uy uchun ishlatasiz, kommunal xizmatlar, gaz, svet ketib bu sizning pulingizni yeydi. Mashina, agar siz uni arendaga bersangiz, u aktiv bo'ladi. Agar o'zingiz haydasangiz, passiv bo'ladi. Sababi benzin, страховкаларga, sug'urtalarga pul to'lashingiz kerak. Demak, bu tushunarli deb o'ylayman. Demak, siz agar aktivlar va passivlar degan so'zni eshitsangiz, shuni bilingki, aktiv bu sizga pul olib keladi, passivlar bu sizning pulingizni yeydi. Endi aktiv daromad va passiv daromad bor. Buni adashtirmang. Aktiv daromad bu demak, biz o'zimiz harakat qilib pul topamiz. Passiv daromad esa biz hech narsa qilmasak ham bizga pul keladi. Tushundingizlar? Demak, agar aktiv daromad olib qaraydigan bo'lsak, biz o'zimiz mehnatimiz orqali vaqt ketkazamiz, sog'ligimiz ketkazamiz va daromadga erishamiz. Bu aktiv daromad. Bilamizki, qachondir ham baribir sog'ligimiz pan berib qo'yadi yoki vaqtimiz yetmaydi va aktiv daromad ola olmay qolamiz. Unga yaqqol misol sartarosh. O'zbekistonda sartarosh deylik, qaysidir sartarosh O'zbekistonda nomer 1, hamma uni taniydi, zo'r soch oladi va bitta soch olishi juda ham qimmat va yaxshi daromad ko'radi. Ammo bu aktiv daromad, sababi agarda u kishi deylik chet elga chiqib ketib qolsa, dam olishga 2 haftaga 2 hafta u pul ishlamaydi. Sababi uning ishi qo'l mehnatidan. U soch oladi va pul topadi. Agar u chet elga ketsa, O'zbekistondagi uni klientlari, mijozlari uni yo'qotib qo'yadi va u yo'q chet elda. Demak, unga soch oldira olmaydi. Shu bilan u aktiv daromaddan ayrildi. Shu 2 haftaga aktiv daromad kelmay qoladi. Passiv daromad esa siz qayerda turishingizdan va nima ish qilishingizdan qat'iy nazar sizga pul oqimi oqib keladi. Va moliyaviy erkinlikka erishishning yagona yo'li passiv daromadni ko'paytirish. Buni men pul teng pul sistemasi deyman. Aktiv daromadni esa vaqt teng pul sistemasi deyman. Men darslarimda ko'p eshitasiz, pul teng pul, vaqt teng pul. Shuning uchun ajratib olinglar. Aktiv daromad bu vaqt teng pul, passiv daromad esa pul teng pul bo'ladi. Demak, passiv daromadga erishish uchun asosiy yo'llari bor. Uni men sizga va keyingi darslarimda tushuntirib o'taman. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Keyingi darsga o'ting va albatta barcha narsani, konspektlaringizni qaytarib oling.